Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi partiyamizni Xorazmga jo'natish arafasidamiz. Bu yonda hozir Isuzuga yuklab tayyor qilib qo'yganmiz. Har xilidan bor. 20 kilovat, 25 kilovat, 40 kilovatli katyonlarimizdan 5 ta zakaz bo'lganida, bunkerlari, bu yonda garilkalarimiz. Garilkalarimiz doimgidek Dvayno reduktorli 220 motor. Xudo xolasa, erta endi Xorazmga yetkazib beramiz. Bunkerlarni tepa qismiga yukladik. Miyalarni ham alohida joylaganmiz. 20 kilovatligimiz hozirgi kunda $1250. 25 kilovatli katyolimiz $1350. 40 kilovatli katyolimizni $1600 qilib beramiz. Nimaga narxlar qimmat degan kuzatuvchilarimiz bo'lishi mumkin. Shunaqa savollar bo'lishi mumkin. Aksariyat ishlab chiqaruvchilardan nima uchun sizlarga qimmat desalang, biz ichki tashqi listlarni ham to'rtli listdan foydalanamiz. Eshiklariga uchli list ishlatamiz. Eshiklari ikkita, eng tepa, eng pastki qismlari 2 qavat uchlidan, o'rta eshigimiz 3 qavat uchlidan bo'ladi. Mana misol uchun bu yerda hali o'ralmagan holatdagi 25 kilovatli katyolimiz turibdi. Mana eshiklari uchlidan bukib-bukib mana bunaqa holatda yasalgan. Iloji boricha chokni kamaytirganmiz, maksimal harakat qilganmiz. Svarka chokini kamaytirishga, o'sha lazerda kesib, distagibda bukib, eshikni qirg'og'idan chok tushadi. Aksariyat choklar kamaytirilgan. Maksimal aytgandek harakat qilganmizki, svarka chokini kamaytirishga. Ustalarimiz ham professional ustalar ishlaydi. Svarkaga, o'zini ishiga mutaxassislar. Bu joyda ham tayyorlayapmiz. Katta katyonlarimiz bular. 100 kilovatlik, 70 kilovatlik, bular ham 100 kilovatlik. Bu yonda 25imiz bor, 20 har xilidan tayyor bo'lyapti. Mana bu ro'paradaglar, o'sha yaqinda yangilik qilganlarimiz. Garilkasi orqadagi variantlar. Tor katyolxonalarga mana garilkasi orqada. Tor katyolxonada bunkerini o'ng tarafga yo chap tarafga qo'ysangiz ham sig'may qolishi mumkin. Tor bo'lib qoladi. Bunda garilkasi orqa tarafga qo'yiladi. Bunker bu yonda turadi. Bemalol yonidan o'tib ko'mir solsa bo'ladi, boshqarsa bo'ladi. Ochib yopib kulini tozalasa bo'ladi. Endi 25 kilovatlilarimizni bunaqa qilib bera olmaymiz. 25 kilovatlilarda ham vertikal, ham gorizontal bo'lganligi uchun bu joyda ham teplomenik bor. Bulardan faqat endi garilka o'ng yo chapda bo'lishi mumkin. Shunaqa garilkamiz yonish qismlari 10 mm listdan qalin. Yonish qismlari 10 mm listdan iloji boricha maksimal harakat qilyapmizki, sifatli katyol chiqarib, xalqimizga sifatli mahsulot yetkazib berishga. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, bog'lanaverasizlar. Qolgan ma'lumotlarni bemalol Telegram orqali yoki telefonlashib olsalar bo'ladi.